Muallif Shahnoza Abdullayeva. Ertasi kuni Maryam va qaynonasi bozorga tushishdi. Kelinga barcha kerakli narsalarni birga olishgach, uyga borib ertangi kun uchun tayyorlana boshlashdi. Keyingi kun sovchilikka borib kelgan Mahbuba Maryamga to'lib toshib taassurotlarini ayta boshladi. Ilohim, bu safar adashmagin. Qizni ham ko'rdim. Yaxshi qizga o'xshaydi. Ota-onasi ham bama'ni odamlar ekan. Ilohim, kelayotgan kelinam sizga o'xshasin bolam. Xudo xohlasa mendan ham yaxshi bo'ladi oyijon. Maryam ham chin dildan tilak bildirdi. U ham istardi yaxshi kelin kelishini. Agar kelin yaxshi bo'lsa, u ham tezroq Rossiyaga, Laylani oldiga borardi. Shahruzani o'g'lini ko'rib kelgandan buyon ich-ichidan chaqaloq ko'tarib suygisi kelyapti. Ammo hech kimga bu haqida ayta olmaydi. Nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikka. Oradan ancha kun o'tdi va nihoyat Xadicha va Farruxning nikohi bo'ldi. Kichikroq marosim qilib Xadichani bir guruh ayollar olib kelishdi. Hamma marosimlar o'tgach, Maryam qattiq charchaganini his qildi. Kirib joyiga yotdi-yu, qotib uxlab qoldi. Erta tong. Maryam ko'zlariga tushayotgan quyosh nuridan seskanib uyg'onib ketdi. Shoshib soatga qaradi-yu, uxlab qolganini bilib, darrov yuz-qo'lini yuvib tashqariga shoshildi. Uxlab qolibman. Hovlilar ham supurilmagan. Nonushta tayyorlanmagan. Yangi kelinning oldida rosa xijolatli bo'ldim. Maryam o'ziga o'zi gapirib hovliga chiqdi-da hayratlanib qotib qoldi. Hovli suv sepib, toza qilib supurilgan, hamma yoq sarishta. Yangi kelin darrov chiqib hamma yoqni tozalab ulguribdi. Qanday yaxshi. Men endi nonushta tayyorlay. Shunday deb oshxona tomonga yo'l oldi Maryam. Oshxonaga kirdi-yu, u yerda nonushta qilib o'tirgan oila a'zolarini ko'rdi. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizlarmi? Oyijon, uzr, uxlab qolibman. Maryam xijolatomuz gapirdi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi, qizim? Xijolat bo'lmang. Keling, choy iching. Mana, yangi kelin hamma ishni qo'lingizdan oldi. Siz kecha rosa xizmat qildingiz. Charchashingiz tabiiy. O'tiring, qani birga choy ichamiz. Xo'p, bo'ladi oyijon. Maryam endi o'tirib choy quyishni boshlagan ham ediki, oshxonaga shu payt yangi kelin Xadicha kirib keldi. Yaxshi dam oldingizmi, Maryamxon? Xadicha xushmuomalalik bilan qo'l so'radi. Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshi dam oldingizmi? Maryam Xadichaga qarab birdan Farizani esladi. Birinchi kundanoq uni mensimagani, qaynonasi bilan qo'shilib ustidan kulganlari. Garchi unutdim desa-da yuragida iz qoldirgandi. Xadicha Maryam o'ziga tikilib qolgandan o'ng'aysizlandi. Keling, singlim, birga choy ichamiz. Charchagandirsiz. Keyin siz xijolat bo'lmang. O'zim hamma ishlarni qilaveraman. Xadichani samimiy bu gapirishdan Maryamning ko'ngli tog' kabi ko'tarildi. Albatta, keling, birga o'tiramiz, dedi Maryam ham. Ikkala ovsini bir-biriga boshdanoq samimiyligiga qarab o'tirgan Mahbubani ko'ngli ko'tarildi. Endi oldingi xatolarimni takrorlamayman. Ikkoviga ham teng bo'laman. Tarozini teng tutsam, oilada ahillik bo'ladi. Mahbuba shu o'ylar ta'sirida o'tirarkan, birdaniga Solihaning "Buvijon" deb chaqirishdan cho'chib tushdi. Voy, meni asal qizim, uyg'ondimi? Qani kelsinchi, buvijonisini Shirintoyi. Soliha kelib buvisini oldiga o'tirdi. Maryam darrov qizi uchun sutli bo'tqa pishirdi. Hammalari birga nonushta qilib bo'lishgach, Mahbuba Maryamga qarab gap boshladi. Endi qizim, men boshdan aralashmayman. Siz bu uyni past balandini yaxshi bilasiz. O'ziningizni yoningizga olib, hamma yoq bilan tanishtiring. Bilmaganini o'rgating. Ikkovinglar ahil bo'lsanglar, biz ham xursandmiz. Bu yog'iga siz boshqaring. Xo'p, bo'ladi oyijon. Maryam Xadichaga qarab, ketdikmi opajon, deya yo'l boshladi. Ikkovsin birga butun hovlini aylanib, tanishib, barcha past balandini ko'rib chiqishdi. Kechki ishdan kelgan qaynotasi Odil aka ikkala ovsinni birga kulishib, chiroyli bo'lib ovqat qilayotganlarini ko'rib, ularni kuzatib o'tirgan Mahbuba opaga qaradi. Qaynona yuzida tabassum, eng asosiysi xotirjam bo'lib o'tirardi.
Ha, onasi yaxshi qaynona bo'lishga ko'nikib qoldingmi? Odil aka hazilomuz so'radi. Voy dadasi unday demang, o'zi yaxshiman-ku. Faqat uydagi muvozanatni ushlashni bilmagan ekanman. Agar o'shanda ikkovga bir xil bo'lganimda, shuncha ishlar bo'lmagan bo'lardi. Ha, onasi, kech bo'lsa ham xatoingni tushunganingdan xursandman. Eng muhimi buyog'iga ham shunday yaxshi bo'lgan. Maryamlarni uyida va nihoyat tinchlik, xotirjamlik hukm sura boshladi. Farruh va Xadija ishga birga borib kelishar. Eng muhimi Xadija judayam yaxshi, mehribon, ochiq ko'ngil qiz edi. O'ziniga qaragan sari Maryamning ko'ngli xotirjam bo'lardi. Endi Farhod akam bilan gaplashsam bo'ladi. Hammasini ochiqchasiga aytaman. O'sha kuni kechga Maryam uyga kirgan yotoqlarda dam olayotgan Farhodning oldiga o'tirib gap boshladi. Dadasi, sizda gapim bor. Nima gap, tinchlikmi? Farhod Maryamni dadasi deganiga hayron bo'ldi. Chunki Maryam uni doim ismi bilan chaqirardi. Endi Rossiyaga ketaylik, iltimos. Bu yerda hammasi mana o'z o'rniga tushdi. Meni ham rejalarim bor. Xo'sh, meni malikamni nima rejalari bor ekan? Eshitaylik-chi. Farhod aka, meni ham yana farzand ko'rgim kelyapti. Ana dugonalarimda ikkita bo'ldi. Men ham Abdullohga o'xshagan o'g'il ko'rishni istayman. Menga Leylani yordami kerak. Keyin yana havo almashtirsam foydasi bo'larmidi? Bo'pti. Qani men maslahatlashay ota-onam bilan. Keyin ko'ramiz. Shahrozalarning oilasida yana notinchlik boshlandi. Bu safargi notinchlik Sobir akani orqasidan boshlandi. Sobir akada Alsgeymer kasalligi boshlangandi. Shahroza uchun yanada qiyin kunlar. Bir tomondan 2 farzandi, bir tomondan uy ishlari, bir tomondan qaynotaning kasali edi. Kunlar o'tib borar, Sobir aka butunlay xotirasidan ayrilardi. Afzal ishdan ham chiqib ketib, butunlay otasiga qarashga kirishdi. Oilada endi moddiy ahvol yana ham qiyinlashdi. Erini kasalini ko'rgan Karima battar injiqlashardi. Endi u bor alamini Shahrozadan yana ham battar olardi. Qara, dedi bir kuni Afzalga. Bu xotining dadangni yaqiniga ham yo'lamaydi. Hatto bitta tuvagini ham to'kishga yaramaydi. O'zini olib qochgan. Oyi, dedi Afzal. O'ylab gapiryapsizmi? U erkak kishiga qanday qaraydi? Men turibman mana. Shahrozani tinch qo'ying, unga o'zi shuncha ish yetib ortadi. Dadamga har qancha bo'lsa o'zim qarayman. O'g'liga gap topolmagan Karima zahrini ichiga yutdi. Hali buni shunday ishga ko'mib tashlayki, nafasam ololmay qolsin. Bu orada qish fasli keldi. Shahroza sovuqda ham chiqib kirlarni tashqarida yuvar. Ichkarida sharoit yo'q. Gapirishga ham toqati qolmagan. Og'rib qolmasam bo'ldi deb yuraverardi. Shunday kunlarning birida Shahroza qattiq shamollab qoldi. Davolanay desa pul yo'q. Eri ishlamaydi. Na iloj uydagilarga qo'ng'iroq qildi. Kela qol bolam, o'zimiz davolatamiz. Sen birinchi o'rinda bolalaringga keraksan. Shahroza uyida bir hafta turib davolandi. Kelib yana uy ishlariga urindi. Uydagi vaziyat yana qiyinlashgan, qaynotani ahvoli og'ir edi. Shahroza kelgandan 3 kun o'tib Sobir aka vafot etdi. Jon berar chog'ida Shahrozani yoniga chaqirdi. Qizim, beriroq keling. Qani qo'lingizni oching. Men sizni duo qilaman. Ilohim barcha qilgan mehnatlaringizni rohatini ko'ring. Oling-yu oldirmang. Farzandlaringiz o'qimishli, el oldida yuradigan, eng aqlli, odobli farzandlar bo'lsin. Men sizdan mingdan ming roziman. Doim bolam bilan qo'sha qaring. Siz menga chindan qiz bo'ldingiz. Ming rahmat sizga qizim. Sobir aka duoni yakunladi-yu, kalima keltira boshladi. Bir zumda xirqiroq keldi-yu, osongina Shahrozani qo'lida jon berdi. Shahroza dod solib yig'lab yubordi. Uni bu uydagi yagona tushungan insoni, otasi kabi mehriboni bu dunyoni tark etgandi. Darrov hovli odamga to'ldi. Kechga tomon Sobir akani qabristonga, chin uyiga tashlab kelishdi.
Shahroza uchun endi hech nimani qizig'i qolmaganday edi go'yo. Faqat farzandlariga qarab ovunardi. Uni dardini otasini yo'qotganlar yaxshi tushunadi. Sobir aka Shahrozani o'z qizlaridan a'lo ko'rardi. Doim ko'chaga chiqsa bir nimalar ilinib olib kelar. Uning bu mehriga Shahroza ham "Dadajon" deya chin dildan rahmat aytib xizmatini qilardi. Shularni o'ylab Shahrozani ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Bo'ldi-da endi, hadeb ko'zingizni siydigini oqizavermang. Borib, idishlarni yuving. Shahroza Karimani qattiq ovozdan cho'chib tushdi. Voy tavba, bu ayolni gapini. Axir butun boshli odam o'ldi. Borib, qabristonga sholg'om ko'mib kelgani yo'q-ku. Shahroza ichida shularni o'yladi-da tashqariga chiqib ketdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Maryam va Xadija xuddi opa-singil kabi yaqin bo'lib ketishdi. Maryam endi qaynona qaynotasini ishonchli qo'llarda ekanligidan xursand. Kechki ovqat payti Farhod gap boshladi. Dada, oyi, endi biz Rossiyaga qaytsak nima deysizlar? Maryam ham havo almashtirardi. U yerdagi ishlariyam mana qolib ketdi. Borib endi sexni yuritsin. Agar iloji bo'lsa shu yerga O'zbekistonga filial ochamiz. Keyin ketmay qo'yaveradi. Yo'q, men rozi emasman. Solihani bermayman, dedi Mahbuba shoshib. Usiz men qanday yashayman? Oyi, unday demang, hammasi vaqtincha-ku. Endi boshqa iloj yo'q. Maryam ham havo almashtiradi, ham ishlaydi, ham davolanadi. Axir sizga ko'pgina nabiralar kerak emasmi? Albatta kerak. Mahbuba ilojsiz sekin gapirdi. Ammo bolamni bermayman, usiz men nima qilaman? Bo'ldimi? Gaplaring tugadimi? Odil aka yo'g'on ovozda gapirdi. Xullas, gap bunday. Mana, bahor ham keldi. Farhod, sen borib chiptani olib kelishni harakatini qil. Maryam qizimni sog'lig'i birinchi o'rinda. Ish qochib ketmas. Qizim havo almashtirsin, sog'lig'iga qarasin. Shukr, bu kelinimiz ham mana yaxshi xizmatimizni qilib yuribdi. Tarbiyali qiz ekan. Endi xotirjamman. Oxirgi gapim shu. Safarni harakatini qilinglar. Rahmat, dada. Farhod o'rnidan turib Maryamga tez yangilikni aytish uchun uylariga kirdi. Maryam bir nimalarni tikish bilan band o'tirardi. Meni malikamga xushxabar. Dadam Rossiyaga ketishimizga rozilik berdi. Qizimni sog'lig'i birinchi o'rinda, dedi. Voy, rostdanmi? Zo'r bo'libdi. Dadajon judayam yaxshilarda. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Maryam chin dildan duo qildi. Ertasi kun tongda Maryam tashqariga chiqdi. Hovlilarni o'zi supurib tozaladi. Ovsini ishlagani uchun unga ham qiyin. Shuning uchun qiynalmasin deb ishlarni o'zi bajarishga harakat qilardi. Nonushta tayyorlagach, hammani choyga chaqirdi. O'zi esa oshxona tomonga o'tayotib, hovli etagida bir narsa qorayib turganini ko'rib hayron bo'ldi. Bu nima bo'ldi ekan? Bir nimalar xayolidan o'tib, vahimaga tushdi. Sekin etak tomonga yura boshladi. Yaqinroq borib qarayman deganida, o'sha narsa Maryam tomonga o'girildi. Hayratlangandan qotib qoldi. Sekin yana yaqinlashdi. U ko'rgan qora narsa g'ujanak bo'lib o'tirgan Xadicha edi. Ustiga qop-qora jemfer kiyib olgan. Ustiga ustak g'ujanak bo'lib o'tirgani uchun Maryamga boshqacha ko'rindi. Maryam Xadichani bu tarzda o'tirganiga hayron bo'ldi. Opajon, yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga? Ahvolingiz yaxshimi? Iltimos, menga suv olib kelib bering. Og'zim bemaza bo'lyapti, o'rnimdan turolmayapman. Hozir, opajon. Maryam shoshgancha borib piyolada suv olib kelganini ko'rgan Mahbuba chaqirdi. Ha, Maryam qizim, tinchlikmi? Suvni qayerga olib ketyapsiz shoshib? Ojon, haligi opajonni mazasi bo'lmay qolibdi. Hovlini etagida o'tiribdi ekan, shunga olib ketyapman. Nima bo'ldi? Yuring-chi. Mahbuba Maryamdan oldin shoshib ketdi. Qaynonasining kelayotganini ko'rgan Xadicha turmoqchi bo'ldi, ammo turolmadi. Nima bo'ldi, qizim? Tuzukmisiz? Og'rib qoldingizmi? Oyjon, erta tongdan beri ko'nglim ozyapti. Ichim achishib ketyapti. Maryamxon, keling qizim. Opajoningizni bir tomondan yetaklang. Menimcha, agar adashmasam, yangilik borga o'xshaydi. Voy, oyjon, rostdanmi? Opajon, tabriklayman.
Maryam chin ko'ngildan xursand bo'lib gapirdi. Hali aniq emas-u, oldindan xijolat qilmang, dedi Xadicha. Shu payt tashqariga chiqqan Farruh xotinini ikki tomondan yetaklab olib kelishayotganini ko'rib darrov oldilariga bordi. Oyi, tinchlikmi? Xadicha, tuzukmisan? Nima bo'ldi senga? Tinchlik, bolam. Bo'l tez, choyingni ich, doktorga boramiz. Borib qizimni tekshirtirib kelaylik. Farruh ham gapni cho'zmay xo'p deb choyini ichdi. Onasi bilan Xadichani tekshiruvga olib ketdi. Xadichani obdon tekshirgan ayollar shifokori Farruh va Mahbuba opaga yuzlanib gapirdi. Xullas, sizlarga ochig'ini aytaman. Gap shundaki, keliningiz homilador. Homila 3 haftalik. Keliningizni biroz qoni kam ekan, shunga qiynalyapti. Muolaja va vitaminlar yozib beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rostdanmi, doktor? Rost aytyapsizmi? Mahbubani ko'zlari yoshlangancha so'radi. Kelinim chindan homiladormi? Mahbuba hamon ishongisi kelmasdi. Ey Allohim, o'zingga shukr. Yana bir nabirani buvisi bo'larkanman. Xayriyat. Farruhimni bolasini ham ko'raman. Allohga shukr. Bir tomonda Farruh xursand. Hayotdan ota bo'lish baxti unga o'zgacha ta'sir qilardi. Rahmat sizga, doktor. Mahbuba quvongancha Farruhga yuzlandi. Yur bolam, bugun bu xush xabarni bayram qilamiz. Xudoga shukr, senga ham yaxshi kunlar nasib etarkin. Ketdik uyga. Mahbuba Xadichani peshonasidan o'pib mahkam quchoqladi. Rahmat sizga bolam, o'g'limni yuzini yorug' qilib unga baxt ato etayotganingiz uchun. Xadicha qaynonasini maqtovdan uyalib yerga qaradi. Birgalikda uyga kelishdi. Hovlida ularni sabrsizlik bilan kutayotgan Odil akaga ko'zlari tushdi. Xayriyat-ey, keldilaringmi? Ishga ham bormay sizlarni kutyapman. Tinchlikmi ish qilib? Ahvolingiz yaxshimi, qizim? Odil aka savoliga Mahbuba shoshib javob berdi. Voy dadasi, suyunchi bering. Siz bobo, men buvi bo'lamiz yana bir bor. Xushxabarning kattasi mana sizga. Voy, qanday yaxshi. Allohim o'zi suprasidan quruq qo'ymaganiga shukr. Qani, o'tiringlar, bitta duo qilamiz. Maryamxon qizim, qani siz? Kelinglar. Ichkaridan labbay deya Maryam chiqdi. Oyijon, yaxshi borib keldilaringmi? Opajon, siz tuzukmisiz? Ha, rahmat, dedi Xadicha tortinib. Mahbuba unga ham suyunchilay boshladi. Mana qizim, endi nabiram yana bittaga ko'payadi. Yangilik bor ekan. Yo'g'i, rostdanmi? Bu xabarni eshitib Maryam g'alati bo'lib qoldi. Ammo sezdirmadi. Tabriklayman. Yana bir bor bobo buvilik muborak bo'lsin. Opajon, sizni ham tabriklayman. Odil aka qo'llarini duoga ochib uzoq duo o'qidi. Endi men ishga boray. Kechga esa ota bola bugun bir osh damlaylik. Xo'p bo'ladi, dadasi. Mahbuba eriga shunday deb ishga jo'natgach Xadichaga yuzlandi. Qizim, siz kirib biroz dam oling. Ko'nglingiz nima tusasa ayting, tezda topamiz. Kechga oila a'zolari xursandchilik bilan gaplashib o'tirishgach, uylarga kirganlarda Maryam Farhodga qarab gapirdi. Farhod aka, mana opajonam homilador. Endi biz ham tezroq ketaylik. Tezroq boraylik Rossiyaga. Men ham farzand ko'rgim kelyapti. Tezroq davolanaylik. Xo'p, men ertaga chipta olib kelaman. Faqat xafa bo'lma. Albatta ketamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishon. Farhod ertasi kuni aytganini bajarib chipta olib keldi. 2 kundan keyin uchishlarni eshitgan Maryam tayyorlana boshladi. Bu orada Shahruzani o'g'li ham katta bo'lib qolgan. Bolalarini bog'chaga berdi-yu, o'zi qo'shni ayollar bilan dalaga ishlashga chiqib ketdi. Endi uni mehnati yanada ko'paygan, tinim bilmasdi. Uni ustiga daladan olgan arzimagan pulini ham menga berasan deb Karima xola janjal qilardi. Oyjon, o'zi arzimas pul bo'lsa, bolalarimni kamini qilishim kerak. Bolalaringizda hamma narsasi yetadi. Ana, uyingizdagilar tinmay narsa tashiydi. O'shalarni kiydiring. Axiri baribir bir kuni katta janjal chiqdi. Karima kelini bilan rosa urushdi. Birdaniga Shahruzani oldiga bitta daftar ko'tarib chiqdi. Mana, qarang kelin, siz mendan 1.400.000 qarzsiz. Men bilmayman, nima qilsangiz ham qarzingizni to'lab qo'ying. Nimalar deyapsiz? Sizdan qanaqasiga qarzdor bo'laman? Esingizda bo'lmasa eslatib qo'yay.
Siz dalada ishlab topgan pullar menga tegishli. Undan tashqari yana falon narsaga deb so'rab olgan pullaringiz ham sizni bo'yningizga yozilgan. Marhamat qilib, ota-onangizdan olasizmi, ishlab uzasizmi, men bilmayman. To'lab qo'yasiz. Qaynonasini bu taqlid gaplardan Shahroza o'zini yo'qotib qo'ydi. Tavba, shunaqayam bo'ladimi? Bitta-yu bitta o'g'lini xotini bo'lsam, yana shu uyga kelganimdan beri mehnatdan tinmasam, bu ayol nega bunaqa ekan? Hech tushuna olmadim. Shahroza bu holni ichiga sig'dira olmadi. Kirib Afzalga bor gapni gapirib berdi. Men onamga qarshi hech nima deya olmayman. Onam nima desa ham haq. Nima unda men bu uyda ijarada yashayapmanmi? Nega sizlar bundaysizlar? O'zi kundoshim ketib qolib to'g'ri qilgan ekan. Endi tushunyapman uni. O'tgan kungi ishichi, meni gaplarimni ham sanama-sana yozib qo'ygan. Katta opangizni oldida o'qib berdi. 23-dekabr kuni menga bunday degandi. Yana falon chisloda menga unday degandi deb. Bu qanaqa ayol o'zi? Hech tilini topa olmadim. Mehnatim kerak ekan-u, ammo o'zimga kelsa kerakmas ekanman-da bu uyda. Shahroza to'lib ketdi. Nachora. Ayol kishini kuchi faqat ko'z yoshiga yetadi xolos. Boshqa iloji ham yo'q. Nima qilsin? O'qimagan oddiy uy bekasi. Qo'lida bir so'm puli yo'q. Najot faqat Allohdan edi.